O'zbekiston sharoitida BYDdan yaxshiroq, Leapmotor C16 dan kачествоsi yaxshi bo'lgan nima avtomobil xarid qilsa bo'ladi? Albatta bu Dongfeng 008 avtomobilidir. Ushbu avtomobilni bugun sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Hozirda o'zini navorati jihatidan bir necha ilg'or davlatlardan ancha oldinga o'tib ketgan Xitoy avtomobillarni Dongfeng 008 avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu avtomobil razmer jihatida, ya'ni umumiy maydoni yer maydoni emas, albatta umumiy avtomobilning uzunligi 5 metrdan ortiqni tashkil qiladi. Sababi bu Li 8 modeli bilan bir xil, lekin Li 9 dan bo'yi kichkinaroq, lekin navorot jihatidan qolishmaydi. Sababi bu avtomobilda hattoki avtoparkovka funksiyalari ham mavjud. Xo'p, avtomobilni oldida ko'rayotgan bo'lsangiz, uzun full LED farlar bilan jihozlangan, monoqoshi ham juda kristalniy qilib ishlab chiqarilgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, oddiy palas emas, bu yerda har bittasi kristalniy qilib ishlab chiqarilgan. Undan tashqari oldin logotiplari ham bunday ko'rinishda yonib turadi. Parktronik datchiklariga keladigan bo'lsak, 5 metrli avtomobilda 6 ta parktronik datchiklar qo'yilgan, ya'ni oldida 6 ta, orqasida 6 ta, jami 12 ta parktronik datchik qo'yilgan. Bu sizni erkin harakatlanishingizni ta'minlattirib bera oladi. Eng qizig'i bitta narsani aytib o'tamiz, loboy ham ancha katta, sababi bunaqa avtomobilda kichkina loboy qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Undan tashqari bunda kuroslar arzon balon emas, Michelin Pilot Sport avtomobillariga o'xshab, biroz bunda Michelin Pilot Sport balonlari qo'yilgan. Agar buni siz 6 kishilik variantini xarid qilgan bo'lsa, unda Continental balonlari qo'yilgan bo'ladi. Bu 5 kishilik variantlarida esa Michelin Pilot Sport qilgan. Xo'p, nimaga 5 kishi, 6 kishi deyapman? Sababi buni 5 kishilik varianti ham, 6 kishilik variantlari ham mavjud. Buni pozitsiyasi ko'p, bir xillarini 30 mingdan ham sotishayotganlar bor, lekin pozitsiyasiga qarab adashib qolmanglar. Mana ichki salonni ko'rsatamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu oranjiy svet emas, sarg'ish, ya'ni to'qroq versiyasi sabzini rangiga o'xshaydi, lekin buni oranjiy svetlik ham bo'ladi. Xo'p, eshik tutqichlar mana bu joyda. Bir xillarida esa eshikka knopkada ochiladigan ham bo'ladi. Bunda o'zi bunday ko'rinishda bo'ladi, ya'ni ochilish vositasi. Xo'p. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, elektrostilsining rul qo'yilgan. Mashinamizda barcha kerakli funksiyalarni o'zingizlar topib olishingiz mumkin. Bu yerda esa mana bu yerda kojasi, ko'rayotgan bo'lsangiz, o'rindiqlar isitish va sovutish funksiyalari ham mavjud. Juda ham qulay qilib ishlab chiqilgan, yumshoq, juda uzoq yo'llarda charchatib qo'ymaydigan modellar. Hamda bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu sizenlarni ishirish, kamaytirish hammasi ishlaydi. Mana bu elektron paket, ya'ni o'rindiqlarni boshqarish. Undan tashqari boydan beri operator qornimga teyapti, qornimga tegma. Bu tabiiy holat. Avtoritet bu. Operatorim kelib, qorningizni ichingizga torting deydi. U men bekitadigan narsam yo'q. Xo'p, mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, mana bu yotadi. Mana bu spalniy qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaranglar, hozir men sizlarga ko'rsatib beraman buni. Uzoq yo'l ketayotganinglarda maza qilib, yotib olib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan televizorni tushirib olib, damlarni olib olib, menga uni tikka bo'lib ketib qoldi bu. To'g'ri, mana bundoq bo'lsa normal. Bu zo'r tarafi, mana o'zim ham qanaqa joy oyog'im ko'p oladi, ko'p yursam, bunda yaxshi tarafi oyoqni og'ritmaslik uchun zo'r bo'ladi. Mana bu yerda mana YouTube, Yandex o'zingizga kerak bo'lgan dasturlardan foydalanish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Mana bu yerda to'liq panorama tom, splashnoy panoramani ochib olaversangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana buni yotqizib olib, yana dam olib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda xolodilniki ham bor, mikrovolkasi ham bor, isitadi, sovutadi. Yopamiz. Albatta 18 vatli batareyka bor, ya'ni tezkor quvvatlash vositasi bor. Mana xolodilnik, mikrovolka. Mana buni yopamiz. Mana bu yerda 60 vatli ancha tez to'ldiradigan vositalar qo'yilgan. Mana bu yerdan bemalol siz avtomobil oldi qismini boshqarishingiz mumkin. Bu joyda esa o'zingizni noutbuklaringizni yoki qanaqadir qurilmalarni foydalanishingiz uchun alohida stulchik ham bor. Undan tashqari yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Ichida kamerasi ham bor. Harakatlanayotgan paytingizda ichki narsani ham, ya'ni haydovchiga bu narsa hattoki meni Dipal mashinamda ham bor edi. Orqada bolam o'ynayotgan paytda bitta bosib qo'ysam, ya'ni men bunaqa qaramayman, kameradan, monitordan bundoq qarasam orqani ko'rib ketaman. Bu zo'r bo'lgan funksiya ekan. Sababi men o'sha boshdan shartmikan dedim, lekin haqiqatdan farzandli oilalarga orqada farzandingiz to'planayotgan paytda men bunaqa haydab chalg'imaslik uchun juda zo'r bo'lgan funksiya ekan. Men juda xursand bo'ldim shu funksiyani ishlashini ko'rib. Endi orqasiga to'xtalamiz. Bo'yin razmerini ko'rasizlar. Men bo'yim 1.78, где-то 1.65 lardan balandroq. Undan tashqari mana bu farasi yon taraf bilan kristalli, mountlar ham bu ham yonadi. Tormozni, pavorotniklarni yoqqaninglarda. Xo'p, buni endi orqasida bunda ham 6 ta parktronik datchiklari mavjud. 220 voltga mana bu yerda alohida qurilmasi bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Euro standart. Endi bizning O'zbekistonda 2 taliga, atak 3 talikdan 2 taliga qiladigan periodiklar ham bor. Xo'p, bu
Komplektatsiyasida anaqa zaryadchiki anaqasi, znaklari, mana bu balon almashtiradigan ключи, balonni yamaydigani hamda zaryadchiklarini ham, xudo xolisa, tonirovka poliklarini ham chiroyli qilib bonuslarga qo'shib beramiz. Xudo xolisa maksimalniy bonus qilib, zo'r qilib, salondan olib tayyor haydaydigan komplektatsiyada qilib beramiz. Mashinani 6 kishilik variantlari ham bor. Menimcha buni oldingi videolarda obzor qilganman. Li 9 o'rniga deb mana shu tepada chiqadi. Xudo xolisa ustiga bossanglar, xuddi shuni 6 kishilik variantini ham obzor qilganmiz. Xo'p, mashinamizning narxi 33.600, 50% to'lasanglar, qolgan 50% 6 oyga hech qanaqa foizlarsiz va ustamalarsiz bo'lib to'lash imkoniyatingiz bor. Agar naqdga olaman desanglar, xudo xolisa yana chiroyli narx qilib beramiz. Bu narx hozirda may oyining o'rtasida amal qilyapti. Agar misol uchun 2 oydan keyin, 3 oydan keyin videoni ko'radigan bo'lsanglar, yana pastda nomer qoldiraman. Telefon qilsanglar, xudo xolisa yana to'liqroq ma'lumot berib, sizlarga bu avtomobil to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Bemalol avtosalonga kelib test drive ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda 5 kishilik variantlari sotuvda mavjud. 6 kishilik ham xudo xolisa bir haftada keladi. Sababi kelyapti, egalariga tarqatilyapti. Chunki haqiqatdan puliga yaxshi. Chempion 29,5 ming, 29 ming bo'layotgan paytda ozgina qo'shsangiz BYD Championdan kattaroq mashina olasiz. Leap Motor 31 ming bo'layotgan paytda 32 ming, 32,5 ming atrofida bu mashinani olsanglar bo'ladi. Yetmaganiga mashinani kachestasi, hattoki o'tirganinglarda birinchi kachestani tekshiradigan narsa mana bu yerga kojasidan tekshirsangiz bo'ladi mana bu yerda. Kojani kachestasidan mana bu yerga kelganida bunday material ushlasangiz, qimmat zamjda ishlatilgani ham bilinadi. Ya'ni arzon detallar ishlatilmagan bu yoqda. Shunisidan bilsangiz bo'ladi. Xitoy avtomobillarini asosan torpedkasidan mashinani ichiga ishlatilgan detallarni narxini chiqarib olsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari avtosalonimizda 30 dan ortiq modellar bor. Umumiy miqdorda hozirda yuk tashish mashinalari bilan birga hisoblasak 45 dan ortiq model, inomarkalarni o'zi esa 35 ga yaqin modellarimiz bor. Bemalol kelib, nasiya savdoga, muddatli to'lovga, avtokreditga, naqdga, hattoki pul ko'chirish yo'llari orqali ham xarid qilish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Pastdagi raqamga murojaat qilsanglar, o'zimning nomerim, xudo xolisa bog'lansanglar, chiroyli bolalarga aytaman, hisoblab, cho'tka qilib hamma ishlarni bitirib berishadi. Bemalol pastdagi raqamga murojaat qilinglar. Avtosalonimizning lokatsiyasi, ya'ni manzilini eslatib o'tamiz. Sergeli 2-mavze, 5-metro bekatda joylashgan Avtocentr avtosalon, ya'ni sobiq Jetavr avtosalonida sizlarni kutib qolamiz.